Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 60 soniga xush keldinglar. Bugun biz hozirgi vaziyat va kelgusimiz degan temada bizning hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor afandimni suhbatda qilamiz. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Biz bugun bir yillik xizmatimizni xulosa qilish bilan birlikda Salih Xudoyor afandim bilan ko'p masalalar ustida suhbat qurib o'tmoqchimiz. Ammo bu suhbatimizni boshlashdan burun o'zimizning oy yulduzliq ko'k bayrog'idan so'z etishni loyiq ko'rdim. Chunki bayroq mustaqilligimizning simvoli. Bayroq chiqqan yerda cho'qim mustaqillik, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi degan bir ideya aks etadi, bir iroda aks etadi. Men Amerikaga kelib namoyish qatnashgandimmi, ko'k bayroq bilan chiqqan. Shu namoyishda biz o'zimizning mustaqillik irodamizni aks ettiryapmiz, mustaqilligimiz uchun kurash qilyapmiz deb o'ylagan, ammo bu ishning beshidagilarninki qo'lida ko'k bayroq bo'lgani bilan qalbida shu ko'k bayroq bo'lmagani uchun namoyishninki natijasi undaq bo'lmagan ekan. Buni biz keyin bildik. Endi Salih Xudoyor afandim, siz bayroq ko'tarib chiqqan vaqtingizda haqiqatan ko'k bayroqninki sha'niga dog' keltirdingiz. Ko'k bayrog'imizningki ma'nosi mustaqillik bo'lgan ekan, siz mustaqillikdan boshqa hech qanday imkonga yo'l bermadingiz. Bizning ko'k bayrog'imizni yoki avtonomiya yoki kishilik huquqqa suiiste'mol qilmadingiz. Shuning vajidan biz mishada bir satda o'ltiribmiz. Endi bayrog'imiz bu cho'qim muqaddas bo'ladi. Bir davlatning bayrog'i muqaddas bo'ldi, uningga chaqilg'il olmaydi. U bizningki nurg'un shehidlarimizningki qon badaliga kelgan. Chaqilg'il bo'lmagankan bayroqqa har qanday narsani tushirish bu bizningki milliy irodamizga, mustaqillik irodamizga qilingan xiyonat bo'ladi. Agar bayrog'imizga kalima shahodat tushirilsa, demak bu bizning bayrog'imiz emas, bizga vakillik qilolmaydi. Endi biz hukumatimiz qilishga tegishli ishni qilib kelyapmiz. 12-yilning 22-kuni biz davlat motam kuni deb namoyish qildik. U kuni Washingtonda qattiq sovuq bo'lib, shamolda qattiq sovuqda namoyish qildik. Siz qo'lingizni palayim kiymabdi ekansiz. Ajoyib bir sovuqda o'tkazgan namoyish bo'ldi. Endi 22 dekabr davlat motam kunimiz qilgan namoyishimiz to'g'riliq azroq so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Assalomu alaykum barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Shu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Ammanlarga ma'lum bo'lganidek 22 dekabr, ya'ni davlatimizni, ham milliy armiyasimizdan yo'qotib qo'ygan yoki egilik huquqimizni bizdan majburiy tortilib olgan kun desak bo'ladi. Ya'ni ishg'oliyatga rasmiy duch bo'lgan kunimiz, bugungi davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlakaninki rasmiy boshlanish kuni desak bo'ladi. Bu biz uchun fojialik bir kun. Shuning uchun biz, ya'ni hukumat bo'lish sifatimiz bilan va Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan bu kunni eng oz deganda la'nat bilan xotirlashimiz kerak va xalqaroga Sharqiy Turkistonning bisilib olgan davlat ekanligini va bizga Sharqiy Turkistonning davlatining mustaqillik nasli keltirmay turib, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy haqlarimiz, ne insondek yashashimiz, ne mavjudligimizninki kapolat bo'lmaydiganligini, kapolat qilmaydiganligimizni xalqaroga bildirish. Va yana dushmanga bizningki bu davlatimizni asli keltirishdan, bu ulug' da'vosimizdan, bu ulug' g'oyamizdan, bu ulug' nishonimizdan aslo voz kechmaydiganligimizni bildirishimiz qarindoshlar. Shuning uchun biz bu kunni, bu la'natli kunni xotirlab, eng oz deganda shu bir qilolig'imiz shu namoyish bo'lgandan keyin hozirgi imkoniyatda namoyish qildik. Garchi buni dunyoning har qaysi joylarida qilish tegishli edi. Kelar yili inshaalloh, kelar yilgacha mustaqil bo'lib ketamiz inshaalloh. Ammo agar bo'lmay qolsak, o'chaqgacha hamda xalqaro vaziyatda uning pishmagan bo'lishi mumkin.
Ama bilgili bolmaydy. Şuning üçin bu günni hammamiz lanetleşimiz gerek. Bu biz üçün qaygılı gün. Çünkü döwletimizni ýokutup goýgan günimiz, qarandaşlar. Egilik hukukymyzni ýokutup goýgan günimiz. Eee, Bütün beşimizde kiläwatkan balanyň hammasi şu döwletsizlikden bulaşýan bir waziyet. Döwletimizningki ýoklugydan, ýani döwletimizni igilik hukukyny ýokutup goýganlygymyzdy. Şuning üçin bu günde namaýyş kıldyk, halkaraga çakyryk kıldyk hemde soguk bolsunmy, u biz bu ýerde tugan soguk, ýa-da bir asat tugan bolsak bizning qarandaşlarymız, milyonlagan qarandaşlarymız turmalarda, kamplarda, onundan dehşet soguklarda eee, kynanyp öldürilip atydy. Bizniki burunky şehit ajdadlarymız onundan soguk havalada jang kılıp, kanını töküp şu vatanni, şu döwletni saklaýmy dep jan bägdi, şehit boldy. Şonuň üçin ulanyňky aldyda u soguk hiç nime emas. O 1000 ýylynda soguk tuzakma, onunki tatkan bir minutlyk aşynda sogukka tanqy kılıp bolmaýdy. Uni dep goýar. Evet. Şu hemde kılalygynyz şu namaýyş bolgandan keyin şu sosial medialda, başga ýerde şu emeli namaýyş kıldyk, çakyryk kıldyk, dünýäni bu günni eee, biliş üçin, bu günni hatırlaş üçin we bu bizninki bugünkü tatyp atgan irqi kırgınçylyk, mustamlike we işgal etniň ýyltyzynyňki şu Xitay tajawuzçylarynyň Şarky Türkistan döwletini zeminini besip kirip Şarkı Türkistan, Mustaqil Şarkı Türkistan Cumhuriyetini agdyryp etkendiň keyin bugünkü kadar dawamlaşyp atgan 75 ýylyň ýaly dawamlaşyp atgan irqi kırgınçylykyny aňlatdyk. Şunda boldy. Rahmet. Bu günni biz çokum taki mustaqil boluşy hatırlaşymyz gerek. Mustaqil bolgandan keyinmi evlatlarymyzga ders kılıp etişimiz gerek. İzchil hatırlaşymyz gerek. Çünki bu bizninki numuslyk günimiz, matem günimiz. Hem de biz ötken bir ýylymyzda hökümetimizin kılgan hizmetleri doğruluk bir hulas verişki doğru kep kaldı. Sizin için bir kıygan hizmetlerini, onun hökümetimizin kıygan hizmetlerden algan sabaklar doğruluk azırık bir sözlep etken bolsunuz. Merhamet. Hoş, hamda bu 2024-nji ýyly kolumyzyň kägiçe paýatlaryny kıldyk. Masalan, aň az digende bir 9 qitim, 9-10 qitim namaýyş uyuşturdyk. Hmm. 2 gün Şarky Türkistan, mahsus Şarky Türkistan üçin lobbyçilik günü ötkezdik. Muşu 9-njy aýynynki 12 we 13. We ondan syret nime birinji aýyldan tatyp we onundan burun şu dawam kileýatgan neçe ýylyň dawamlaşdyryp atgan şu Uygur kanunynyňki ýeňi nusxasyny çykyryş, şunyň içinde Şarky Türkistan we Uygurlar üçin Taşky işler ministrligi de bir maslaşdyrgyçy orunlaşdyryş üçin çakyryk kıldyk we şunyň bir kısımdan parlamentden bir kısımdan Amerika parlamentinden bir kısımdan ötküzeldik. Mesela Avam Palatadan ötdi. Gerçi biz ilan kılıp 60 teşkilat bilen nime imza toplap kılımız dep imzany sunuşdun bir neçe gün ilgirilam bu ilan kıplap ba hareketni kılışymyz gerek dep nim kılıp bir neçe haftadan keyin boldy, amma imzadan bir neçe gün ilgiri boldy. Amma onundan syrt yana şu Awam Keňeş palatagamy heli türeşdik bunu ötküzüşke. Bazy tusalgylar boldy bununla. Keňeş palatada bazy Xitay parast kişiler ýa-ki şu Xitay ýuşuran Xitay parastlar bunu tusap kılıç üçin, bunu ämelileşdirmek üçin heli tusalgylyklarny kıldy. Şuning bilen bu kanun çykanmay kaldy. Bu bir içimlik ýeri. Şuning bilen bodok ýylynyňki programmamyznyňki birisi, ýani şu muş kanuny çykyryş üçin ýeňeden gaýtadan hareket kılışymyz gerek bolady. Çünki
Ötmegen kanunlar şu peti yuqulady. Parlament ötmegen kanunlar yana qaytadan yeňilaş kerek, yeňiden oturup goýuş kerek. Ondan süret biz şu bir ýylyň içinde 100den artyk Amerikadaki 100den artyk parlament azalary bilen köreşdik. Hmm. Bilen we ondan süret yana bir 3 döwletninki parlamentlary bilen köreşdik. Bu ýerde tılgy epjümeýän çünki epjüsem munapyklar, düşmenler, hainler işimizni buzuş üçin tirişidi. Şonuň üçin men başgalardek dawamlyk resmi taap düşmeýän. Bununki 5 ýyllam 2018 ýyldylam bu resim düşüp ziyan kançylyk ziyan ätkägellik şu ýerdelam tunalyk. Esim mümkin 2018-nji ýyly 6-njy aýdymy, 7-nji aýdymy biz Taşky işler ministrligi bilen köreşkendiň ken bäzi munapyklar Hytaýnyň galçylary we Hytaý kan kusup gitip şu biz togruluk o kadar Taşky işler ministrligiga Amerikanyň Taşky işler ministrligiga diplomatik not berişden süret bu ýerdeki bäzi Hytaý parasy galçylary bizni akçy, kökçi, hatta bizni atalmış İslam erkiti digenlägimi çetiş üçin bizge suikast kılgan boldy. Şonuň üçin özleri çykamasa biz köpünçe wagtlarda küreşke adamlarymyzyň kendisini çykyryp jüýmeýmiz çünki Hytaýnyň galçylary we Hytaý bizning ýolumyzdy tutuşaş üçin herket kıldyganlygy enek. Bunu ne çykdym ködük beşimizde ötdi. Ondan süret yani halk hammadan biledigini biz BDT'de ki kişilik hukuk nimsi katnaşdyk. Onu bakaýdyk. Gerçi BDT'den çoň bir ümit ýok ekenligini his kıldyk bu ýerde. Ve u ýerde o munapyklar hatta munapykly üzdimigen bilen munapyklynynki haýlynynki şuly ýardamlaşyp atgan türkleri we başgalary bizi kelip Şarky Türkistan diýsek bolmaýdy dep bizge nim diýişimizni, nim diýenmäsligimiz togrusynda leksiýa berişke tirişdi. Oluksa üzerine adamlarına da biz nim diýsek özümizden ihtiýarymyz. Sen bizning nimimiz emas. Bizge nim diýişimizni diýenmäslikni sen belgilenmeýsen ne BDT'mi belgileýdi. Eger Şarky Türkistan diýenimge çykyryp on körep bakaýly dedik. Ondan süret ondan keyin Gollandiýada Den Haag'da Prawi sot açıldı. Şu ýerde biz başgalary özüniň kişilik hukuky bu meseleleri togrusy gap kılgan bilen biz hökümet boluş süpetimiz bilen bu irqi kırgınçılıknınki Yıldız'nınki Şarkı Türkistan'ın Hytaý tarapydan tajawuz kılınışı, döwletimizningki mecburi taşlanışı ve bu irqi kırgınçılık ta Şarkı Türkistan mustaqil bolmagan kadar dawam kıldyganlygy togrulyk sözдөк. Ve bizninki birden bir kutuluş yolumuz Şarkı Türkistan döwletini mustaqillik näsli keltirişden ibaret ekenligini aşağıda diýdik. Ondan süret biz neçe ýylyň ýazy yani 2 ýylyň ýazy dawamlaşyp atgan bu Aktaşlyk kitapymyzyny ahyry bütküzüp 276 bet boldy tamamen. Şu Aktaşlyk kitapymyzyny oturup koyduk. O Aktaşlyk kitapda umumy hemmeden bilgenidek okup bakmagan bolsaňlar hazırki irqi kırgınçılıktan başlanady. Yani irqi kırgınçılıknınki başlanışydyň. Bu ýerden yani Xi Jinping 2014-nji ýyly 4-nji aýynyň ahyrynda Şarky Türkistanga berip irqi kırgınçylykny başlaşynyň buýrugyny bägändan tatyp hazyrga kadar dawam kılıp atgan irqi kırgınçylykny we kançalyk halkymyzningki öldürilip atganlygy, kançalyk halkymyz şu kamplarda, turmalarda tutulup atganlygy togrusynda kanda Hytaý bizni masalan bäzi atalmış özüninki biz sot açdyk diýenler
Xitoy Uyg'urlarni o'ttirmayotidi deb hukm chiqadi ya jinoyatida. O'ttirishninki paketini topolmadik deb. Biz u paketlarning bilan hamma narsani Xitoy qanday xalqimizni o'ttirib kelayotganligini va irqiy qirg'inchilikning hamma moddasiga oid delilleri bilan shu biz chiqargan delil emas. Yani shu xalqaroda Xitoyning o'zining materiallaridan boshqa tashkilot xalqaro davlatlar va tashkilotlarningki qo'ygan materiallardan ilib delillerini ko'rsatdik. Undan keyin tariximiz, Sharq Turkistonning tarixi, jug'rafiyasi, muhimi u muhim ahamiyatli madaniyatimiz, xalqimizningki haqiqiy biz mo'lcharlagan, biz deb shunda deb o'ylagan nüfusini ehtimoli mushunda haqiqiy nüfusi shunchalik bo'lishi deb hammasini tafsiliy qo'ydik. Tariximizni shu nima qadimdan tortib eng oz deganda 9-10 ming yillik tariximizni Sharq Turkistondagi tariximizni nima qildik, hozirga qadar davomlashayotgan. Ondan keyin ayg'ida nima uchun mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q biz uchun? Xitoyning mustamlik tarixini hozirroq o'tdik. Ondan keyin nima uchun Sharq Turkiston bir mustaqillik eng oxirgi yo'l Sharq Turkiston uchun birdan-bir yo'l mustaqillik nima uchun deb uni tafsiliy tushuntirdik. Bu yerda eng muhim nuqtasi bizningki qarshilik. Asan Xitoy va boshqalar nima qiladi-ku, 20 yilning yozilgan yoki 90-yildan tortib qarshilik qila boshlandi. Undan burun Uyg'urlar qarshilik qilmagan taqchi ko'kchi deb. Xitoy propagandasimi shu, boshqasimi shu. CIA g'illam yoki boshqasiga atib qo'ydi. Xuddi CIA boshqasi kelmasa biz Xitoyga dumlab yetib bordigandek. Bizga buyruq bermasa. Uningki tamoman yolg'onlik ekanligini chiqardik. Ta Xitoyning o'zining manbalarini ishlatib, ta Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston zamaniga besib ko'rgandan tortib xalqimiz bir kunmi Xitoyga qarshi harakat qilishdan voz kechgani yo'q. Xitoy qarshilik berib kelganligini yozdik. Tafsili bilan nurg'un biz hozir yaqin shu 90-yillardan keyingi faoliyatlarni, qirg'inchiliklarni, inqiloblarni xotirlaydigan bo'lib qoldik ya. Ondan burun uningdan nechasi muhimroq, nechasi cho'ngroq eppirilgan harakatlar, qirg'inchiliklar, inqiloblar bor, ammo uni shu unutib qoldirildik. Uning hammasi yozig'liq. Hozir qadar bizning xalqimiz hech bir vaqt Xitoy tajovuzchilar qarshi qarshilikdan voz kechgani yo'q. Izchil qarshilik qilib kelyotdi. Hatto ba'zi vaqtlarda 12 yoshlik 10 yoshdan tortib 15 yoshlik bolalarimiz, yoshlarimiz bu qarshilik harakatlarni Xitoyning o'zining manbalarida deyilayotgan gap harakatlarni shular yetaklab keldi. Shular qo'zg'ab chiqdi. Shuning uchun biz bu yerda Sharq Turkiston xalqiningki xalqaro qonun bo'yicha ishg'oliyat qarshi turish majburiyatini shu Xitoy tajovuzchilar Sharq Turkistonga qadam besib kirgandan tortib ijro qilayotganligini, ya'ni mas'uliyatini Xitoy ishg'oliyatiga qarshi turish, qarshilik berish majburiyatini va mas'uliyatini ado qilayotganligini va bizningki Xitoy tajovuzchilarga, Xitoy ishg'olchilariga qarshi harakat qilishimiz xalqaro qonun bo'yicha haqliq ekanligini tushundirdik. Hatto mayli tinchlik harakat qilayli, mayli qurolli harakat qilayli, bu bizning haqqimiz ekanligini. Yetar biz xalqaro qonun qoidasi bo'yicha qarshilik bersak, hech kim bizni aqchi ko'kchi deyolmaydiganligini paket bilan o'tirib qo'ydik. Va bizningki shu mustaqilligimizni asli keltirish uchun shu qurolli qarshilik berish haqqimiz bor ekanligini va buningga ya'ni shu xalqaro qonun bo'yicha boshqa davlatlarniki, boshqa xalqlarniki moddiy, ma'naviy jihatdan bizga yordam berish majburiyati borligini o'tirib qo'ydik. Ba'zi munofiqlar va ba'zi g'alchilar deyishi mumkin, bu Solih Xudoyor butunchilikparvar aqchi ko'kchi deb.
Biz meni biladiganlar, mayli Amerika hukumati bilanmi, mayli boshqa bilan hammasi biladiki, hatto meni chaqqanlar shu bu chi deb chaqdinglar-ku. Chunki bizniki qurolliq inqilobdan boshqa yo'l yo'q deganligim uchun chi deb chaqqanlar o'ngli bor-ku. Hmm. Chunki ammo men dedim, oldi bilan u qurolliq inqilobni qilish uchun siyosiy vaziyatni siyosiy aqllarimizni keltirishimiz kerak. Nima uchun men boshdan tortib davlatimizni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish kerak deb saklab chiqdim. Nima Hmm. uchun 70 yilning 60 yilning da'vo qildi deganlar qilmaganini nima uchun men o'tirib qo'ydim buni? Chunki besilib olgan davlat bo'lgasingiz ishg'olchilarga qarshilik turish. Mayli Hmm. qurol bilan bo'lamdi, mayli qurolsiz bo'lamdi, sizningki qonunliq haqqingiz bo'ladi. U vaqtda siz tajovuzchilarga, ishg'olchilarga qurolliq kurash qilsangiz, birisi kelib sizni oq cheting, ko'k cheting deyolmaydi. Chunki siz bir ishg'olga qarshi urushayotgan bir nafar bo'lasiz u vaqtda. Davlatingizningki, vataningizni ishg'olchilardan qutqizish uchun kurash qilayotgan bir jangchi bo'lasiz. Chi yoki oqchi ko'kchi bo'lmaysiz. Shuning uchun oldi bilan bizningki birinchi nimamiz, chunki Xitoy bu bizning yo'limizni to'sash uchun oldin ola Xitoy nurg'un uyallarni o'ynab bo'ldi. Nurg'un narsani tizginib bo'ldi. Shuning uchun bizningki Xitoyning g'alchillari chiqib beshimizda nurg'un tashkilotlarimizni, nurg'un diaspora muhojiratdagi jamiyatlarimizni shuni kontrol qildi. Hozir deyishing mumkin, unda emas aqchko'kchimiz. Xitoy nurg'un davlatni setib olgan Xitoy, nurg'un istixborotning ichiga chirib olgan Xitoy. Hech narsa yo'q. Hech narsamiz yo'q. Bir millatning ichiga, tashkilotning ichiga chirib olishi mumkin bo'lmamdi. O'ylab boqingiz qarindoshlar. Nima uchun ishimiz yoqmadi? 90-yillarda hozir shu 99 tortib yoki 98-yilga tortib mustaqillikdan boshqa yo'l yo'q degan bu da'vo. Sharq Turkiston Cumhuriyeti, Sharq Turkiston degan bu da'vo. To'yqsillam Uyg'ur kishilik huquqi, avtonomiya, oliy avtonomiya, kishilik huquqqa aylanib o'zicha aylanib qoldimi? Buni o'ylash kerak qarindoshlar. Hammasini shu Xitoy o'ynayotgan gap. Hammasini shu Xitoy planlab yo'limizni to'sash uchun. Chunki biz xalqaro qonun bo'yicha ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilinsak, bir Xitoy ishg'olchi, tajovuzchi va u tajovuzchiga va u ishg'olchi qarshilik qanday harakat qarshilik ko'rsatsak, u bizning qonuniy haqqimiz bo'ladi. Va xalqaro buni qo'llaydi. Ko'ryapsizlar, boshqa tajovuzchilarga, boshqa ishg'ol ostidagi xalq deganlar qanday qo'llanayotganligini, qanday xalqaro qanday qo'llayotganligini. Buni ko'ryapsizlar manglar. Shuning uchun bizga birinchi oldi bilan siyosiy harakatni, siyosiy aqllarimizni kapolat qilib olishimiz kerak. Masalan, Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilinishi, Xitoyning jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinishi. Bu ikkisini bekadin biz qo'poplamo bunday qilish kerak demidik. O'yinni qilyapmiz buni. Chunki keyin ishg'oliyat ostidagi qarshi turish haqqimiz bo'ladi. Haqliq bo'lamiz. Irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish, o'zimizningki yo'qolib kelishimizni saqlash uchun qurolliq inqilobdan boshqa yo'l yo'q ekanligini hammadan biladi. U chog'da haqliq bo'lamiz. U vaqtda xalqaro hamma yo'llarni chekib bo'lgandan keyin, sinab bo'lgandan keyin zaten qilib bo'ldi-ya ko'pinchalarni. Xitoyning yolg'onlik siyosiy savdo jazo bagini Xitoy irqiy qirg'inchilik to'xtatib etgani yo'q. Yoki Xitoyni ayblab qo'ygani Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtatgani yo'q. Va bu yerda to'xtatishning birdan-bir nima yo'li bor? Shu Xitoyga tajovuzchilarni Sharq Turkiston zaminidan qo'g'lab chiqarish. Hammasini Sharq Turkiston zaminidan shu na'dan kelgan bo'lsa qaytirib o'tish.
Şu üzden kelgen jutu qaytırıp itiş bu Xitaylyny. Çünki bizge başga bir qutulyş yok. Amma onungymy halkara weziyet pişiş kerek. Şununga biz tayyor turuşymyz kerek. We bunu taýýarlykny kanda başlaýmyz? Aldy bilen siyasi hakkymyzny halkara tarapydan etirap kıldırışımız gerek. Hmm. Başkalarının kanda hakları bolsa, bizninkimi şularga okşaş hakkımız bar ekenligini halkaraga bildirişimiz gerek. Şunun üçin biz bunu kılabatymyz. Ondan sırt yana kıygan çoğun işimizden birisi şu kimlikni. Çünkü Hmm. kadar Şarkı Türkistan kimliki ta şu 2. Cumhuriyetden tatıp yok asasen. Yani devletimiz yukutup koygandan keyin bizninki devletimizge özümüzün Şarkı Türkistanlyk dep ispatlaydigan bir kimlik bolmaganlyk üçin bunu Hmm. çıkardık ve kelgüside yani bu halkımızınki ma o saylam meselesini o umumiy halkka etiş üçün şu kimlik bilen kılmasak Xitay küräwatymyz. Hazırkı teknik, hazırkı dünyada Xitay bütün dünyadalyk uyallarını oynap pişkikilik, başka uyallarını oynap şu burmalaydı o. Xitay halyk adam çıkıp Xitay hanymyga adam çıkıp gitýär işli ba. Bunu Hmm. küräwatymyz. Yani election Hmm. interference deydi ya. Bunu Yeah. zaten Xitayla ilki yalganlyk Türk Xitay istihbaraty bilen hemkirleşip atkan Türk teşkilatlary, dernekleri bilen we Xitay galçyllary bilen, Uygurça tilli Xitay galçyllary bilen bizdem halyk saýlamy, bizdem akçy kökçi, bizdem buçy dep nurgun uyallarny oýnap bakdy. Şunun için bu uyalınınki zaten bu uyallı toktamaydı o. Ne kadar kıysak mı bu uyallı toktamaydı. Ta Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin müstakillik nasıl kaygıcı mı toktamaydı o. Hatta asıl kel tüygenliği kim mi Xitay düşmanlıkını toktatmaydı. Ama o vakitte Cumhuriyetimiz, devletimiz asıl kaygı vakitte biz hem hainliğe hem düşmanlığa kanda takabül turalayığımız şu vakit görüşler. Ama Hmm. az takabül tural işinki birisi şu halkymyzga kimlik takytyş bilen şu Hmm. kimlikni agalla awaz kuşalaydygan, bilet Hmm. taşıyalaydygan şekilde huddi Tibetnikidek we başga Ýawropa döwletlerininkidek kılışka şunun üçin bu kimlikni oturup koyduk we Hmm. halkymyznynki bu kimlikke iltimas kılışyny talap kılymyz. Bazı ýaly diýilipatdy hem de iqtisadi jihatdan meselem $25 bir kimlikke egikli diken kişi beşi egikli diken diýdi baken meselem Otur Asiýaly bolsun, Türkiýäli bolsun. Hmm. Ony eger nim kıysa aile jihatdan meselem aile jihatdan şu 25 kıysakka mo buludu. Çünki bu ýerde maksat o $25 bilen pul tepiş ýa-ki nime emas. Maksat Hmm. halkymyzga kimlik takytyş, halkymyznynki haklaryny, özüninki milli kimligini döwletçilikke halkymyzyny şekillendiriş we kelgüsindeki muşu nimelerge saýlamlyga, nimelerge gatnaşyş üçin halkymyzga we başga kıldygan programlarymyzy gatnaşyş üçin halkymyzyny halkymyz bilen birlikde maslaşyş. Mesele şu. Şonuň üçin o ilki pulny dep nim kılamasaňlamy o $25 ygyrkäsmi bägeden oňla. Eger ondan jykyrak bere alsaňlar merhamet. Ondan azrak bere alsaň onuň merhamet. O muhim mesele emas. Şunu dep goýayyn. Hmm. Demek $25 o mutlak bekitilgen emas. Bulapmy Kazakstandek ýa-ki Türkiýedek ýerlerge eger bir aile boýunça iltimas kıysa onu her bir adam $25 diýen şertini mutlak koýup bolmaýmyş, şundakmy? Hazır degeniňiz boýunça. Hamda şu 25 bizninki nime boýunça şu garp döwletlerge asasen Hmm. nime diýgilik torbetimizde nime Otur Asiýa we Türkiýe we başga mesela Otur Şarykdaky sel iqtisadi jihatda ýaxşy emasrak ýerde azrak diýiliglik. Boldy. Rahmet, bunu bilip alganymyz ýaxşy boldy. Onundan sırt biz hökümetimizin kurulganlygyny 20 ýyllyk faaliýetini ötküzdik. Nurgun galbelik işlerini kıldık.
Qilgan ishlar bek jiq bo'lgandan keyin buning hammani deb ketishmi tez ekan vaqt munosabati bilan. Endi hammanglar ko'rdinglar millatda bizning qilayotganimizni. Endi bizningki vaziyat ustida bizning muloyiza yurgizadigan odamlarimiz bek ko'p. Shundaqdimi endi hozirgi vaziyat ustida tahlil yurgizib bergan bo'lsangiz, bizmi hozirgi vaziyatda tantana qilamizmi yoki sovuqqan bo'lamizmi? Siyosiy tahlilning xurishlari kam bo'lsa, natija to'g'ri chiqamdi. Demakchimanki, Xitoyning ilm-fikrini, tarixini, siyosiy o'yinlarini, taktikasini, tashviqotini, maqsadini to'liq bilmay turibmi, to'g'ri yakunga erisha olmadik. Tahlilni qanday qilamiz? Marhamat. Birinchi qismiga javob beray. Hamda birinchi qismiga kelsak, bu nima desak bo'ldi? Endi bu hozirgi vaziyatga kelganda, hamda biz sovuqqonlik bilan harakat qilmasak bo'lmaydi. Balki chunki hozirgi vaziyat nihoyat qalaymiqon ko'ryapsizlar. Bizdan birisi an deyotgan, bizdan birisi man deyotgan, xuddi nim bo'ladiganligi aniq emas. Hozirgi tumanliq tuman to'linib ketgan bir vaqt desak bo'ldi. Shuning uchun biz ehtiyot bilan harakat qilishimiz kerak. Eng muhimi biz o'zimizningki nishonimizdan voz kechmasligimiz kerak. Nishonimizdan, maqsadimizdan, prinsipimizdan voz kechmasligimiz kerak. O dunyoninki qanday bo'lishidan qat'iy nazar, kimninki qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Biz shu ikki narsadan nima chetnab ketmasak ham biz sog' salomat hamma ishdan g'alaba qilib chiqa olamiz. Xuddi hozirga qadarmi nurg'un suiqasdlar bo'ldi bu hukumatga. Shaxsan o'zimgami, oilamgami nurg'un suiqasdlar, dushmanliklar, Xitoy va Xitoy g'alchilari va Xitoyninki hamkordoshlar tarafidan nurg'un suiqasdlar, hujumlar, dushmanliklar, suiqasdlar, harakatlar epirildi. Ammo biz shu bu ikki narsadan voz kechmaganligimiz uchun ham sog' salomat hozirga qadar keldik. Birinchisi nishonimiz. Ya'ni bizning birlam nishonimiz bor. Bu bo'lsa Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish. Xolos. Bu bizningki eng birinchi nishonimiz va buningdan boshqa nishonimiz yo'q. Buni. Ikkinchidan bizningki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Mayli qandoq bo'lib ketishidan qat'iy nazar, boshqa yerdagi boshqa ishlar bizningki birlam dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy. Biz o'zimizning ishimizga ham qaraymiz. O'zimizga yordam bermay turib, biz boshqalarga yordam bermaymiz. Shuning uchun biz Sharq Turkiston masalasidan sirt boshqa ishlarga aralasha olmaymiz. Aralashishmi bizningki nimamiz, haqqimiz emas. Bizningki zaten yetarlik dushmanimiz bor, yetarlik dardimiz bor. Bu dardni qilmay turib boshqalarga yordam bera olishimiz notayin. Buni tushungandan keyin shu mushikki narsa qilsak, qandoq suiqasdlarni, qandoq o'yinlarni o'ynasmi, bu ikki narsadan ezib ketmasak ham boshqa uyalları aqmaydi dushmanniki. Shu xalqimiznikimi shuni nima qilish kerak? Bizningki birlam nishonimiz bor. U bo'lsa davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish. Kishilik huquqni, avtonomiyati u vaqti bu vaqti yoki anda bo'lib manda bo'lsa emas. U va buning uchday eng muhimi bu uch narsa bor. Eng muhimi boshda Allohdan boshqa bizga yordamchimiz yo'q bizningki. Biz ne bir davlatga, ne bir shaxsga, ne bir tashkilotga, ne bir bizniga bog'lanamiz. Ulardan umid kutmaymiz. Chunki umid Allohdan. Harakatni biz qilamiz, qolganini Allohdan. Biz bu yerda g'alaba qilish uchun, yolg'iz g'alaba qilish uchun ham qilmaymiz buni. Albatta nishonimiz, umidimiz g'alaba qilish. Albatta davlatimizni asliga keltirish. Ammo g'alabinimi, nusratnimi, hamma narsani bergichi Alloh. Yordamnimi shu Alloh beradi. Alloh rizolik, Alloh nima qilmasa u yordam bermaydi. Alloh bizni qo'g'dimismi, boshqasi nima qilolmaydi. Qo'g'disa, boshqasi bizni ne qadar vayron qilmadismi, qilolmaydi. Bo'lmasa nurg'un suiqasdlarni o'ynab baqdi, meni o'ttiraman, chanayman, umr bo'yi turmush sultiman deb nurg'un munofiqlar, nurg'un uyallarni qilib baqdi.
Amma Allah'ın izni bilen onunki şum niyeti, onunki şum garzlar aşmadı. Şunun için biz aldı bilen ümidimizni Allah'a bağışlayışımız gerek aziz qarandoshlar. Ne bir devletke, ne bir başka nimege. Allah'a bağışlayışımız gerek. İkinciden nişanımız, birlam nişanımız var. O bolsa Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltiriş. Başka nişan yok. Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltiriş. Şarkı Türkistan'ın mustaqilligini asla keltürgendiği için onun için bizninki kişilik hukukumuz, dini erkinlikimiz, tilimiz, hatta mevcutluğumuz hamma narsani shu kapolatlik qila oladi. Undan boshqa narsa bizga kapolat qilib berilmaydi. U bo'lmay turib hech narsamiz bo'lmaydi. Buni ko'ryapmiz. Uchinchidan bizningki Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Bizga boshqalarni dushman qilib olish biz uchun ziyonliq. Xitoy zaten yetarli bir dushman. Bizga Xitoydan boshqa dushmanimiz yo'q. Ama bu demektir başkalar bizge düşmanlık kıysa biz kıptırımız demek emezsiz qarandoshlar. Eğer başka bir devlet yoki başka bir kuch yoki bir narsa Sharq Turkistonning manfaati uchun, Sharq Turkiston xalqi qarshi so'z, harakat qilgan bo'lsa, biz hech nima qilolmasakmi, eng oz deganda ularni ayblaymiz. Bu çünkü bizninki en asaslık mecburiyetimiz. Bunu kıldığımız şu. Şunu şu nimeni asas tutkan çağda hareket kıysak buldu qarandoshlar. Hazırkı vaziyet bayam deganimdek dünyanın hazırkı vaziyeti naiti tumanlık bir vaziyet. Nimeninki nime bo'lmay bir ishning qanday bo'lishinin turaksız bir vaziyet. Bunun hem faydalı tarafım var, hem ziyanlı tarafım var. Şunun için biz özümüzninki işiden başka narsa aralashib olmay, özümüzning davasımızı ılam köngül bölsek, özümüzning işimizni ılam qilsak, yani mustaqillik masdaq keltirish yo'lini ılammansak, bizga albatta shinaman nurg'un fursatlar mu keladi oldimizda. Ve Allah'ın rahmetimi kilidi qarandoshlar. Hammamiz hech nima qilolmasakmi? Bayam o'tgandimi dedim, doim deb tilavatman. Hech nima qilolmasakmi, bir yarim soat vaqtimizni chiqarib kunda. Masalan, bir 2 soat kino ko'radiganlar bor. Bir 2 soat boshqa narsani qilib yuradiganlar bor. Biz har birimiz yarim soat vaqtimizni hech nima qilolmasakmi, shu sosyal medyada Şarkı Türkistan'daki zulümni, Şarkı Türkistan'daki ırkî qırgınçılıkni, Şarkı Türkistan'daki işgaliyetni, Şarkı Türkistan'ın halkınınki mustaqillikten başka yol qutuluş için mustaqillikten başka yol yok ekanligini kunda bir yarim soatni chiqimiz, bir post yasashga shunchalik vaqt kesdimi deyli, yomon o'ylab kelib yozish kerak bo'lsa-mu, shuni qilsakmi şu davasımız koşkan esimiz buludu. Elbette kuladan nimi kilerse şunu kılış gerek. Mesela kuladan iş nas kelmeydigan, bilimi yok, iş nimi yok değil. Mesela bazı adamlar şunda buluşu mümkün. İş başka nas kelmeydi, kulamdan iş nas kelmeydi desimi en az degende. Aptida bir 2 saat vaqtini chiqarib, o'zininki şu turavatkan devletinin parlamentinin aldıda yoki Aqsaroydek binasının aldıda yoki adam g'ol bir yerda bir plankartni tutib Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkistondagi ishg'oliyat, Xitoyning ishg'oliyatini to'xtat degan bir nimani qilishmi vazifamiz. Hech nima qilolmagan taqdirda. Yazgıçılarımız, yazalaydıganlarımız aslında yazış gerekti bu vaqtda. Masalan, maqalalarni yazıp, milletni yetekleş gerekti. Ziyalarımız milletni yetekleş gerekti. Ama afsuski Xitoy G'arbninki, o kadar kudretli devletninki ziyalilarini setib olgan Xitoy bizninki aciz milletninki ziyalarini setib aldı burun setib olganligini nurg'un ko'ryapmiz buni. Başka bir akılga uygun nersini tapanmaysa. Nima uchun ziyolilarimiz jim o'tirib oladi?
Nima uchun mendek adam qoladi, bizdekilar qoladi bu da'vo. Agar o kadar olim, ziyoli da'vogarlarimiz bor, o kadar PhD'larimiz bor. Nima uchun ular yiqindamaydi? Chunki yugan tutuqliq dushman tarafidan. Va buni mayli itiraf qilinglar, mayli itiraf qilmanglar, haqiqat shu. Buni hozir tushunmasa, buni tushunmasligingiz mumkin. Shuning uchun kitobni o'qinglar. Kitobni o'qisanglar, undan keyin kallanglar ozroq ochiladi. Undan keyin qanday atrofingdagi ishlarniki qanday ketayotganligini shu vaqtda bilasizlar. Kimninki haqiqatdan da'vo qilayotganligini va kimninki kontrol qilinayotganligini shundan bilasizlar, aziz qarindoshlar. Shu deydiganim shu. Biz yo'limizdan voz kechmasaklam, nishonimizdan voz kechmasaklam, umiddan aslo voz kechmaymiz. Eng oxirgi nafasimiz qadar umid bilan yashashimiz kerak, umid bilan harakat qilishimiz kerak. Dunyoning qandoq bo'lishib ketishidan qat'iy nazar. Biz harakatni qilsak, qolgani Allohdan. Harakat bizdan, nusrat, g'alaba Allohdan. Shunda bilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Rahmat. Bek yaxshi tushuntirib berdingiz. Qaymi qish bek ig'ir bo'ladi. Bizda odatda har xil tahlillar chiqadi o'tirg'a. Aq qilishimiz kerak, ko'p qilishimiz kerak, unda bo'ladi, bunda bo'ladi deb. Ammo azroq bir narsa bilishimiz kerak. Kim deganda Xitoyni bilishimiz kerak. Bu kitob mana bizningki bu hammamizga amaliyot men burun degan bu yo'l yo'q degandek. Nima yo'l yo'q? Chunki buning ichida hamma narsa bor. Kim deganda bu eng asosli narsalar shuning ichida. Qog'inni to'xtamay o'rgansak, nusrat Allohdan bo'ladi, tirishish bizdan bo'ladi. Sizga ko'p rahmat. Endi biz kelgusida nima ish qilamiz? Xalqimizdan nimani kutamiz? Marhamat. Endi bu kelgusidagi ba'zi ishlarni hozir javobini deb qo'ydim. Hozirgi masalan, hozirgi vaziyatda bo'lib Amerikadagi qiladigan ishlarimizdan azroq nima desam, bu xalqimiz buni qilish kerak. Xabaringlar bo'lganidek nurg'un qonunlar bor, ya'ni qonun loyihalar bor, shu Turkiston yoki Uyg'urninki ustidagi ko'pincha, ya'ni asosan hammasi o'tmadi. Chunki Avam palatadan o'tgan bilan Kengash palatada to'xtatilib qo'ydi. Ba'zi shu Xitoy parast taraflaridan deylik. Bizning nazarimizdagi Xitoy parastlardan hamda. Shuning uchun yangi parlament chiqigan vaqtda hamma narsani yana qaytadan boshlash kerak. Shuning uchun aktivlik bilan biz shu parlament a'zolarimiz bilan buningga tashkilot ketmaydi aslida, aziz qarindoshlar. Tashkilotchilar da'vo 30-40 yilning yozib da'vo qilyapmiz deganlar shunda ko'ndirib qo'ygan bilan xalqninki nima deymiz, bilmasligidan foydalanib nurg'un ishlarning qanday bo'lishidan boshqasi kiranmaydi degan bilan u tamoman yolg'on. Har bir Amerikada yashayotgan haqninki o'zining parlament a'zosi bilan ko'rishish yoki parlament a'zolarining ishxonasi bilan ko'rishish haqqi bor va shularga ta'tish, ularga mani qilpa deyish haqqi bor. Shuning uchun hammanglarninki Amerikaning narida bo'lishidan qat'iy nazar o'zinglarninki yangi parlament asosan shu 1-oyda 6-sidami, 3-idami nimaga o'tirdi. Ya shularga parlament o'zinglarninki rayonning parlament a'zolari va ishchi sentrga xat yozib shularninki ishxonasi bilan ko'rishib 3 narsani talab qilinglar. Biri Sharq Turkistonninki besilib davlat ekanligini, xuddi Tibetga e'tirof qilgandek bizni e'tirof qilib turishini talab qilinglar. Ikkinchisi bizningki o'tmagan Uyg'ur kishilik huquq deyman, Uyg'ur siyosiy qonunininki yo uni yangilash bilan yoki Sharq Turkiston siyosiy qonun qilsa, eng yaxshi shu. Sharq Turkiston siyosiy qonunidan bir o'tirib qo'yib, shuning ichida Sharq Turkistonga mas'ul bir moslashtiruvchini tashqi ishlar ministrligi tayinlashni uni talab qilinglar. Uchinchidan bizningki
bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun ilqi nima lip service deydi, ilqi nima Uyg'urchada qandaq desak tarjima qilsak bo'lar buni. Ig'izda deb qo'yishdan boshqa amaliy harakat qilishni. Masalan, Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni xuddi Ukrainaniki masalasini xalqaro jinoiy ishlar sudga, xalqaro adolat sudiga tashigandek, bizning masalamizni shu xalqaro jinoiy ishlar sudiga va xalqaro adolat sudiga sunishni va bizningki adolat talab qilishimizni qo'llashini chaqiriq qilishinglar kerak. Bu uch narsani nima qilsanglar, o'zinglarning parlament a'zolariga yozilib, anandaki qo'shimcha bir narsa kerak bo'lsa, masalan, aqtoshlik kitobimiz bor, uni kerak bo'lsa shularga beringlar. Hatto buni ham dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar o'xshash narsani qilsanglar bo'ladi. Yolg'iz Amerikadagi emas. Hamma yerdagilar asosan shunda ishni qilsanglar bo'ladi emas, qilish tegishli. Hammamiz bu narsani qilishimiz tegishli aziz qarindoshlar. Qanchalik jiqroq qilsak, shunchalik yaxshiroq mangdi bu ishimiz va bizning kerak materiallar yoki bir narsalar bo'lsa desanglar bo'ladi. Va biz mayada davomli hammasi bilan zaten so'zlashimiz. Shuning uchun sizlar qo'shimcha bizga o'zinglarni telefon qilish orqali, xat yozish orqali, kurishish orqali bizga yordam bergan bo'lsizlar, hamkorlashgan bo'lsizlar. Bu yerda bizni ko'tarib qo'ygan masala emas. Bu yerda surgun dokumentni yoki milliy to'g'riliq bir narsa yo'q bu yerda. Hammasi shu davlatimizningki bir besilib olgan davlat deb e'tirof qilinishi, bu irqiy qirg'inchilikni jazolashi, bizning ishimizni rasmiy muntazam shaklda xalqaroniki Amerika hukumatiningki ko'ngil bilish uchun shu narsani qilishimiz kerak. Undan keyin biz umid qilgan qurolliq inqilobningki shartlarini asta-asta tayyorlig'im bo'ladi. Shu vaqtlar shartlar asta-asta keladi. Ma uch narsani qilmay turib, u sal ta'sirlik bo'ladi aziz qarindoshlar. Xelimi ta'sirlik bo'ladi. Agar u 3-4 tal Kalashnikov ko'tarib ish tutadigan bo'lsa, xuddi men 2018-yili munofiqlar meni FBI'ga tutqizib, bu islom harakatidan deb nima qilganidek, islom harakati ketib meni chaqdayman mayadagi atalmış da'vogar munofiq xoin Xitoy jasuslari. Shu vaqtda xuddi FBI'ga deganimdek, agar 3-4 tal Kalashnikov bilan tutadigan bo'lsa, men bu yerda turmaydim. Mening ishim. Men shu o'zimning vatanimda turib, shu ishni sana yalviradigan, sana kelib irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, xalqimni qutqizishga yordam qil deb bu yerda yalvarmaydim dedim. Xo'sh. Agar 3-4 tal Kalashnikov bilan tutadigan bo'lsa, bizning ishimiz silladan burun, Allah burun men shu vatanda Xitoy bilan etishib o'latim yoki vatan azob bo'lib bo'ldi hozir. Agar shunda bo'lgan bo'lsa. Ammo haqiqat o kadar ichinishlikki, bunda emas. Cho'ng bizningki ishimiz 3-4 tal Kalashnikov bilan tutmaydi. Aldı bilan siyosiy yo'llar bilan nima qilishimiz kerak? Siyosiy aqllarimizni qiygandan keyin, yo'llarimizni ochgandan keyin qolgan ishlarni qiyg'ili bo'ladi. Vaqt kelgan chaqda shuningga tayyorlik qilishimiz kerak. Shuning uchun aziz qarindosh, yana deydiganim 3 narsa. Biri o'zinglarniki mayli Amerikada bo'linglar, mayli boshqa davlatlarda bo'linglar, Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilib berishini, irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilmagan davlatlardan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishini bu birinchisi bo'lsin. Ikkinchisi o'ziningki shu ya tashqi ishlar ministrligida yoki bexatarlik kengashida büyük ihtimal shu tashqi ishlar ministrligi bo'ldi. Sharq Turkiston ishlariga mas'ul bir xodimning bekitishini, bir ishxonaning bo'lishini. Ikkinchisidan bizning adolat talabimizni, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun, bu irqiy qirg'inchilikni yurgizayotgan Xitoy jallodlarini, Xitoy davlatini xalqaro adolat mahkamasi va xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi ostiga shu yerga kelishini, so'roqqa tortilishini talab qilishimiz kerak. Va eng muhimi unutmaydigan 3 narsamiz bor dedik-ku yana.
Biri hergiz ümitsiz bolmaslyk aziz qarandaşlar. Bir gün akmagan bilen äti nimiş bulduğanlygyny Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Biz ümidimiz bilen şu aşağıdaki halkımız kırılawatydy ya. Aşağıdaki qarandaşlarımız, analarımız, balalarımız kırılawatydy ya. Şunun kelgisi üçün ulamı kanda biz üçün dua kılavatkan bolsumu biz şularning kılanmaganlygyny ular imkaniyeti bolsa kıldırgan ama kılanmawatkan işlerini biz kılışımız gerek aziz qarandaşlar. Ve asla ümit üzmesligimiz gerek. Bizninki to'g'ri, hiçbir devlet yordam qilmayotdi, hiçbir nima xuddi butun dunyo bizni qarshi kelyapgandek. Ammo bizning Alloh bizni yaratgan Alloh igimiz bor, biz qarindoshlar. Unutmasligimiz kerak. Shuning uchun dualarimizda şu Allohdan o'z panohini kimlarni ivatsa, qandoq yordamlarni ivatsa, shu yordamlarni tizdan ivatishini va bizga iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan, istihbarat jihatdan, askeriy jihatdan, siyosiy jihatdan har turlik yordamlarni evatishiga duo qilishimiz kerak. Va bir kun baldu bo'lsa-mu shu Sharq Turkiston davlatini, Sharq Turkiston zaminini ozod qilib, mustaqilligimizni asliga keltirish uchun bir kun baldu bo'lsa-mu shu kunni tizdan keltirishga va bizga shu Sharq Turkistonni ozod qiladigan, Sharq Turkistonninki mustaqillikni asliga keltiradigan jangchilardan, shahidlarning qatoridan qilishini talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Qag'inni hareketimizni qilamiz, qag'inni Alloh o'zi yordam beradi. Bizningki bir nishonimiz bor. Sharq Turkistonning mustaqilligi, bir dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy tajovuzchilari. Va uningdan boshqa bizga dushman kerak emas va uningdan boshqa ishlarga bizningki aralashish haqqimizmi, nimamizmi emas. Biz o'zimizning dardimizdan o'zimizningki dardimizni hal qilmay turib, biz boshqalarga mumkin emas yordam qilolmaymiz. Aldı bilen özümüzge yordam qilishimiz kerak. Özümüzni qutqizishimiz kerak. Başqasi kelib bizni qutqizib qo'ymaydi aziz qarindoshlar. Buni tushunishinglar. Yo'lni biz menishimiz kerak. Başqasi kelib biz uchun ulab bermaydi. Başqasi kelib biz uchun urushib bermaydi. Hamma ishni biz qilishimiz kerak. Hamma ishni o'zimiz qilishimiz kerak. Biz yo'lni mangsak, boshqa qilib berolmaydigimizni deb beray. Yo'lni mangsak, biz talab qilsak, davlatimizni mandaq itiraf qilib deb izchil harakat qilsak, uning manfaatiga to'g'ri kelganlar qiladi. Dushmanimizni qila oladiganimiz tashviqot dedik ya, hammamiz qila oladiganimiz tashviqot. Xitoyninki ne qadar rasvoligini dunyoga anglatish hammamizning qila oladigani. Va buning Xitoy bilan dushman davlatlarga qila oladigani shu bizga shu bayam degandek moddiy, ma'naviy boshqa jihatlardan yordam bera oladi. Ammo ular hargiz biz uchun urushib bermaydi, biz uchun ulab bermaydi. Uni o'zimiz qilamiz. Buni tushunishimiz kerak aziz qarindoshlar. Deydiganim mushunchalik bo'lsin. Rahmat, sizning vaqtingiz ko'pdan-ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan jiq gap qilib bo'lmaymiz, ammo oldimizda bizning yangi yilda bizning qildigan ishlarimiz qatorida 19-yanvar Amerika hukumatiningki bizningki irqiy Sharq Turkistonning irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan kuni. Bu kunimizni xotirlash munosabati bilan namoyishimiz va hammanglarningki qatnashib berishinglarni har davlatlarda bu namoyishning bo'lishini umid qilamiz. Chunki hukumatningki bir irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgani u boshqaga o'xshamaydi. Biz bu kunni o'zimizningki irqiy qirg'inchilik xotir kuni deb bekitdik. Buni har qatim namoyish bilan xotirlaymiz. Bu birisi, yana birisi biz yangi kelgan yilimizda qilmoqchi bo'lgan ishlarimiz ichida irqiy qirg'inchilikni qat'iy sandan tushamaymiz. Chunki bu irqiy qirg'inchilikni har qanday bir bano bilan suvab, uni suyuqlantirib qilish bu bir gunoh bo'ladi. Hamda aqtash kitobimizni biz boy jiq dedik. Bizningki buni bir so'zlab tushuntirish bir majburiyatimiz bor. Buni bizningki Cumhuriyet Reisimiz Mehmet Efendi bilan necha qatimliq suhbatda buni bir so'zlab tushuntiramiz bu kitobni. Ondan keyin yillik xizmatlarimizdan bizningki bosh ministerimiz bilan bir xulosa qilamiz. Qilgan xizmatlarimiz jiq, xuddi Solih Xudoyor Efendim degandek biz umidimizni uzmasak, harakatimizda o'zimizning tirishchiligini ifodalab tursak, hamon uning natijasi ko'rildi. Hozirgi xalqaro vaziyat haqiqatan pek chigish, murakkab, uningga
baho bermek, uningdan gap ochmak bek tez. Ammo bizningki sobiq Cumhur raisimiz G'ulom Usmon apandim yaqinda ko'p videolarni ishlab bizga ochiq yo'lni ko'rsatib beryotdi. Alloh rizosini bersin. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Solih Xudoyor apandim ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarning muvaffaqiyatli bo'lsin.